Shu Instagramda ko'tarilib ketishni zo'r yo'lni o'ylab topdim. Mana bir Abu Dhabi taraflagan beach paket biletlar bor-ku. Bagaji ham yo'q biletlar. Abu Dhabiga bitta qo'nsam, u yoqdan avtobusga Deyraga yetib olaman. Deyrada bir 15 dirhamga ovqatlanaman. Ko'rsatmayman-da endi uni. Shundan bir 40 kishilik kvartiraga kirib olaman-da. Kuniga 30-35 dirhamlik. Keyin u yoqdan chiqib anaqa boraman nimaga deb qorin to'yg'izib olganman-ku. Dubay Mallga boraman. Dubay Mallni chekib olib, kallasi pastga qarab turgan fantam bor, Dubay Mall ichida. O'sha yerda bitta rasmga tushaman, hamma his qiladi-yu meni. Keyin u yoqdan chiqaman-da, orqa tarafida Burj Xalifani tepasidagi basseynga chiqish tekin ekan. O'sha liftda amallab videolardan ko'rib olib, bir nimalar qilib chiqib, o'sha yerda 2-3 rasmlarga tushib olib, Instagramga cho'qqa etib qo'ysam, hamma buni puli vobshe bomba ekan-ku. Nima ish qilarkan o'zi bu deb o'ylaydi. Bitta arendaga mashina olaman de, $200 bitta qichon motivatsionniy takoy. Zo'r ashula qo'yib olaman de. Sen topayotgan 1 yillik pulingni men 2 haftada topaman degan bittani tepasiga yozuvchi yozib qo'yaman, iminda o'sha joylarga. O'xshasa kerak menimcha. Atak yeydi, keyin odamlarning ko'payib ketgandan keyin Instagramda o'sha reklamalar olishni boshlayman. Pullarim vobshe ko'payib ketadi, meni keyin o'sha eplab bo'lmaydi.